foizsiz boshlang'ich to'lovsiz. Bunaqa imtiyoz yo'q. Bu bozor hech qachon yurmaydi. Yurganda edi. Endi odamlar qiziqyapti, kanalizatsiya masalasi qanday? Bak ko'rsangiz, quyosh panellari ham bor tepada. E'tibor bersanglar, hurmatli nuroniylarimiz, hurmatli oqsoqollar. Eski uy-joydan 3 tasini o'rniga 300 nechta uy qurilyapti? 310 ta uy qurilyapti. 3 ta hovlini o'rnida. Bizga u yaxshimi yo bu yaxshimi? Bu yaxshi-da. Har tomonlama sharoit bo'ladi. Eng muhimi, hali bugun yana kechqurun gaplashamiz. Boshlang'ich to'lovsiz. Deyarli hamma olish mumkin. Hamma olish mumkin. Foizsiz boshlang'ich to'lovsiz. Bunaqa imtiyoz yo'q. Bu hammasi o'sha tadbirkorlarimizni davlat rahbarimiz tomonidan turli xil imtiyozlar berish orqali yangi imkoniyatlar paydo bo'lyapti. Biz hozir buni boshlasak, biz hozir yana olib ketaveramiz fotografiya. Buni bir 20% ga chiqsak, yana yonimizga o'tamiz. Bu uchun hozir biz mana bu bozorimizda o'ylashimiz kerak. Bu bozor hech qachon yurmaydi. Yurganda edi. Biz siz ham ishlagan bo'laydi. Buni hozir zamonaviy holatga keltirishimiz kerak. Buni chaqirib, egalari bilan gaplashib, ularga yo'q narsaga soliq to'lagan ma'qulmi yoki ishlatib daromad qilgan ma'qulmi? Ishlatib daromad qilgan ma'qul. Shuning uchun buni qurilish bo'yicha o'rinbosar, arxitektor va mahalla birgalikda ularning egasi bilan uchrashuv qilishimiz kerak. Savol berishimiz kerak. Sen ishlatasanmi, ishlatmaysanmi? Ishlatmayotgan bo'lsa, bir boshqa yo'lni izlashimiz kerak. Mutlaqo ikkita birinchi maqsadimiz bor. Birinchi maqsadimiz Payariq markazida o'sha avtoturargoh yengil mashinalar uchun yo'q. Tuman tibbiyot birlashmasiga kelsa, mashinalar to'xtayotgan joyda o'zi yo'q. Ularga biz sharoit qilishimiz kerak. Sharoit qilmasak, baribir aholimiz chegaradan chiqib bo'lsa ham boradi-da. Shuning uchun biz agar mana shu narsani stankani kengaytirsak, ham tibbiyot birlashmasiga yaqin, ham bu avtoshoh bekatga yaqin ishlab ketadi bu narsa. O'z-o'zidan keyin ko'chaga yurgan tadbirkorlar ham pastga tushadi. Pastga tushgandan keyin ikkita manfaat birlashadi. Qarang, ajoyib-da, bu nasib bo'lsa buni har taraflama tezlashtirsak, qanaqa ajoyib bino bo'lyapti. 12 qavatlik bino. Vali bilan turayanda yo'q. Xudo xolasa hali Payariq bu imkoniyat katta, salohiyatli tuman. Agar mana shu proyekt bo'lsa juda ko'rkam bo'ladi. Xuddi shu. Qorasuvdan kelganda birinchi ko'rinar ekanda. Mana bo'lsa bular ofisimiz mana bu yerda maketlarida bitta holatda maketlar turibdi. Buni ham hozir bizga yig'ilishimiz bor. Biz yig'ilishga ketamiz. Sizlar bir o'zlaringiz ko'rib olsangiz yaxshi bo'ladi. Keyin kechqurunga mahalla faollariga ham aytganmiz. Kelsa, ya'ni yangi ishda qo'llab-quvvatlasa ish yurishadi. Yangi ishga boshidan to'siq bo'ladigan bo'lsa, u hech qachon yangilik bo'lmaydi. Bu masalan bu kimgadir ma'qul bo'lishi mumkin, lekin kimgadir tushunarsiz holat ham bo'lishi mumkin. Lekin aslini olganda eng zo'r loyihalardan biri. Nima afzalligi bor? Afzalligi boshlang'ich to'lovsiz deyilyapti. Eng katta afzallik shu o'zi. Chunki bizani yosh oilalarimiz, yosh vakillarimiz asosan boshlang'ich to'lov qiynaladi. Agar shundan ozod qilinsa, yana ham tezlashadi. Shu nasib bo'lsa shuni olib boramiz. Bizga Yana bitta taraf yaxshi ekan. Bu korobka emas ekanda, ichiga pergorodkalar bo'lib, shkaturkalar bo'lib, o'shani xalqqa tushuntirish kerak. Bizlardan ko'p so'rayapti, tushunasiz, shunday deb. Ana shu taraflama juda udobli ekan. Eshik qo'yadi, o'zi отделка qiladi, sanuzulini qo'yadi, yashayveradi. Tayyor holatda beradi. Tayyor holat. Pashti 90%, 80% tayyor. Muddat qarang, muddatini qarang. 10 yil. Uzoq muddat. Uzoq ekan. Bu o'z-o'zidan agar shu to'lovni oladigan bo'lsak, 10 yilga bu inflyatsiya bo'ladi, aholining turmush darajasini o'sishi bor, oyliklarning ko'tarilishi bor, juda yengil bo'ladi. 120 oy. Ha, 120 oyga yo'q. ko'ryapsan, bu 5 yilga to'lab qo'yish mumkin. Buni o'ylab ko'rsa. Turmush darajamiz ko'tarilyapti. Har yilga 15%, 20% ko'tarilyapti.
Tasavvur qilingda, biz hozir 3 yilga, 4 yilga 2 yil oldinga o'tib ketyapti-da. 5 yilga men ochiqni aytamiz, mana shu hozirgi qilinayotgan ishlar odatda islohotlar uzoqroq muddatda oladi. Islohot hozir ko'rinsin deydi. Hech qachon islohot hozir ko'rinmaydi. Islohotga ma'lum bir muddat talab qilinadi. Chunki u bitta xonadon emas-da. Bu 40 millionlik katta davlatda. Uni har biriga yetib borgancha unga muddat talab qilinadi. Ayrimga tizim yaratiladi, ayrimlarni turli xil qo'llab-quvvatlov bo'ladi. Shuning uchun ochiqni aytamiz, bu eng ajoyib loyiha. To'g'risini aytsak, bu bayroq uchun-da bu. Bayroq uchun. Quruvchiga bir savolim bor edi, quruvchiga. Endi odamlar qiziqyapti, kanalizatsiya masalasi qanday bo'ladi? Kanalizatsiya masalasi Eng muhim narsa shuda. bu yerda kanalizatsiya 100% ishlaydi. Xalqobod ko'chasi bilan boradida pastga anaqa dalaga chiqqandan 10 ga qarab buriladi. Ki mana больницаning tarmog'i o'tgan. Больницаning tarmog'ining oldidan shu chapga qarab yuradida больницаning очистной сооруженияsi bor, tozalash. O'sha yerga 50 kubalik kanalizatsiyada chiqqandan tozalaydigan bakteriyalarga filtr qo'yiladi. Bakteriya bilan tozalaydi. Filtrdan u tozalanib 95% toza suv chiqadi. Ariq bilan mana Qora suvga tushadi. qora suv chiqadi. Kanalizatsiya 100% bo'ladi. Bu kanalizatsiya shunaqa loyihada qilyapmizki, diametri 300 ruba bilan yana kengayadi. City bilan, fire city boshlanishi bu, kengayadi, hammasiga chidab beradi. Endi bo'yida lift ishlaydi, lift. Albatta. Elektr energiyaga uzilish bo'lmaydi-da keyin. Oqsoqol bunday qarang. Yoshingiz nechida? 72 da. 72 da. Ana bundayda biz ko'p narsani birdaniga hazilga olmasligimiz kerak. Bu bir. Ikkinchidan, oldimizda turgan muammolar birdaniga yechilmaydi. 2. Mana hozir ikkita savol berdingiz. Bunga parallel ishlar tashkil qilinadi. Bu birinchisi, mana hozir o'sha xabarlaringiz bor. Nayman NEM stansiyasini yangilaymiz degan maqsadimiz bor. Bu hali to'xtagani yo'q hali. Loyiha qilinyapti. Bu katta ishda bu. Juda katta mablag' talab qilinadi. Uni amalga oshiramiz, bu bir. Ikkinchidan, sizlarga ma'lumot uchun aytmoqchiman. Polvonariq mahallasida, Payariq tumanida. Shu yerga o'sha mutaxassislar keldi, ko'rdi. Davlat rahbarimiz qarorlari qabul qilindi. Shamol orqali elektr toki ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. 12 ta kattasi. Har bittasi juda katta kilovat tashkil qiladi. Endi bu odam ko'payib boraveradi, muammo ham parallel o'sha birgalikda ichib boraveradi. Endi u oldin 3 qavat edi, 4 qavat bo'ldi, 12 qavat bo'ldi, asta-asta bo'ladi-da. Unga sizlar ham nuroniylar ham mahkam turish kerak. Bu yerga nuroniylarning zimmasi bor. Bekorga men sizdan yoshingizni so'ramadim. Endi bu yoqqa mahkam bizning yonimizda turasiz. Ma'qul? Mahalla raisi qo'ymaydi, o'z holimizga. Qayerda nima ish bo'lsa, muammo bo'lsa, Ozgina qo'shimcha aytib ketaman savolingizga. Domda o'zini alohida generatorlari bor. Svet agar mabodo uzilib qolganda ham generatordan tashqari hozir qurilish ko'rsangiz, quyosh panellari ham bor tepada. Har tomonlama mukammallik o'ylangan. mana shu yerda yashashga savol beradilar. Albatta. To'g'ri savol. Rahmat. Ishlaringizga omad. Sog' bo'linglar. Biz yana hammamiz qo'llab-quvvatlaymiz. Rahmat. Rahmat katta. Tadbirkorga qilamiz. Mayli. Mayli. Marhamat. Oshlarni yeb, mazza qilib. Assalomu alaykum. Ro'za tutganlarga ro'zalar qabul bo'lsin. Tutmaganlarga insof bersin. Shunday bir ulug' kunlarda uchrashib turish nasib etib turibdi. Men juda xursandman bugungi bo'layotgan ishlardan. Mana qarang, 20 yil oldin
bilan hozir solishtirib ko'ring, yer bilan osmoncha farqi bor. Bu qishloqlar shaharga aylanib ketyapti. Qayerda ham yigitlar tashabbus qilmani boshlab, hokim boshchiliklarida 12 tashli binolar deyapti. Iloyim bunaqa binolar ko'paysin. Bunaqa binolarni ko'pligini hozir bu yigitlar tushuntirib beradi, yana qulayliklari ko'p ekan. O'sha qulayliklari bilan ko'pligi albatta xalqning foydasiga bo'ladi. Shuning uchun hozir endi men so'zimni shu yerda to'xtatamanda Bekzodjonni chaqiraman. O'sha proyektni tashkilotchilari, asoschilari, rahbarlaridan bittasi Bekzodjon men mana ikki og'iz shu sizlarga ozgina tushuncha bermoqchi qilayotgan ishlariga va agar sizlarga ma'qul bo'lsa bir duolaringizni olish niyatda yigitlarni. Shuning uchun mana osh kelyapti, boshqa bo'lyapti, bemalol olib o'tirasizlarda, diqqat qilasizlar. Bekzodjonga da'vat beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Hayariq tumanida ham 12 qavatli qurilishimizni boshladik. Bu asosiy qulayliklarni aytadigan bo'lsak, qulayligi mana hamma tumanlarda baland imoratlar qurilyapti. Hozir Hayariq tumani Chelak taraflarida domlarimiz ko'paygan. Nariman tumanida yo'q edi. Buni birdaniga 12 qavat rejalashtirib, ikkitadan lift qo'yiladi har bir podyezdimizda. Keyin bajarni normalarga e'tibor bergan holatda har bir balkonimizda ham tuynuklar qoldirilgan. Detskiy plashatkalar, keyin ikkita blokdan iborat bo'lgan o'rta qismida mana shu ko'rib turganlaringizdek ma'rakalar o'tkaziladigan joylarga ham e'tibor berganmiz. O'zbekistonni desak ham bo'ladi. Haligacha bo'lmagan xalqni o'ylagan holatda 120 oyga, ya'ni 10 yilga bo'lib to'lash, 0% ga bo'lib to'lash imkoniyati bilan xalqqa taqdim qildik. Shu narsani bir 3 oy 4 oy oldin boshlamoqchi edik. Mana bu nasib qildi. Xudo xolasa mana qurilishni ham boshladik. Hammalaringizga tavsiya qilamiz. Mana shunaqa uylardan olib kelajakda yaxshi o'ylagan niyatlaringizga erishib, mana shu yerda to'ylar qilish nasib qilishini xohlaymiz. Hammalaringizga rahmat deymiz. Hokim bobomizga ham rahmat, mana qo'llab-quvvatlab bizga ham yordam beryaptilar. Hammalaringizga rahmat. Yo'qmi ishlar. Gaplar meni hayolimga bir latifa kelib ketdi bu endi bu eski latifa. Xullas kalom jiyan yangi uy olibdi Donda. Tukur bering dedi. Bordim-ey. Shunaqangi qo'yib qoldim, unutmayman, beqarmaydi. Kichkina xonachasi bor-ku. O'sha kirishga to'g'ri kelib qoldim. Eshikni tortib ochilmaydi. Egasiga "Aka, bu mixlab qo'yganmiz, eshik ochilmayapti" desam, "Svetni yoqing" dedi. Svet yoqsam, sharaq etib eshik ochildi. Ya qo'ylay, bunaqasini ko'rmadim. Kirdim, qaytib chiqaman, yana eshik ochilmaydi dedi. Yana taklabdim, "Ko'p uxlab qoldim" desam, "Suvni tortib yuboring" dedi. Shu o'tib suvni tortsam, sharaq etib eshik ochildi. Qo'ylar ekan, shunday zo'r uyni nimaga sotyapsiz desam, "Nikoh svet bo'lmaydi, suv bo'lmaydi, qolib ketyapmiz" deydi. Endi men gapimni xulosasi nima og'aynilar? Mana shunga yarasha o'zgarish bo'lyapti. Ana yangiliklar bo'lyapti. Bugungi siyosatni qo'llab-quvvatlaydigan, bugungi siyosatni hamnafas bo'ladigan juda ko'p ishlar bo'lyapti. Hammasi bugungi kunimizni yutug'i, ertangi kunimizni poydevori. Farzandlarimiz bizlardan ham yaxshi yashaydigan bir sharoitlar haqida gap ketyapti. Endi mana bizni Urgutda ham rosa domlar qurilyapti. Ana mehlarga bo'lsa kamroq edi. Mana deklab bergan qoida bo'lib, yigitlarga omad tilayman men. Nasib bo'lsa, bu birinchisi bo'lsin, oxirgisi bo'lmasin. Mashaqaga xalqni dilga tushadigan, xalq nazar qilib yashaydigan uylar soni ko'paysin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi iftorda hech gapirmaganman men. Chunki hamma ro'za tutganlar, kalla har joyda. Keyin hozir tarbiya turish kerak, buni ham tushunamiz. Apandidan so'rashibdi-da, apandim shu o'rmon o'rtasida
o'rmonda o'rtasida namoz o'qib o'tirgan bo'lsa, birdaniga oldimdan bir yo'lbars chiqib o'tib qolsa, nima qilay? Namozni davom etaveraymi, to'xtataymi desa, afandim o'ylab turib, tahoratga qaraysiz debdi. Mana siz biladigan odam ekansiz afandim debdi. Siz oldingizdan chiqib qolsa nima qilasiz desa, nima ham qilaydim, nima qilsa yo'lbars qiladi deymish. Afandicha qiziq tema. Eshakka teskari o'tirib ketayotgan ekan, tezkor ha afandim eshakka teskari o'tirib olibsiz desa, orqadan kelayotgan xofni ko'rish uchun debdi. Ama orqadan oldindan kelayotgan xofchi desa, avni eshak ham ko'radi deyishdi. Afandilar qiziqlari ko'p tariga. Xotini yarim kechada uyg'otdi, tur daqat kishnimi xotinsa, shu oshxonaga dup etib birov tushdi-yu, shu o'g'ri tushdi-yu, qarang. Shunga meni uyg'otmasdan xotin o'zing qarasang bo'lmaydimi desa, o'ylab gapiryapsizmi? Kallangiz joyidami? Men ikki qat bo'lsam qo'rqaman desa, afandidan jahli chiqib, ikki qat sen qo'rqan, bir qat men qo'rqmaymanmi? degan ekan afandi. Sog' bo'linglar, mana shu tabassum doim yuzlaringda bo'lsin. Ko'rdingmi, och ko'tarma bosh degan Samarqanddan eng mashhur chempion oshpaz kelgan. Bu yigitni men ham anchada bir taniyman. Ali Murod Rajabov ko'rsatuv qildi-yu, oshga marhamat deb. Ana shunda bu yigit chempion bo'lgan Abdumannon degan. Bu yigitni oshiga ko'p yeganmiz, men o'ylayman bugun ham bir yaxshi oshingiz. Endi menga bir san'atkor ukamiz ham kelgan Payaratlik. Bu yigit ham Payaratda san'atkor ko'p, lekin shu yigitni men yaqin 4-5 yilda qo'shig'i hit bo'ldi. Tarqaldi O'zbekistonga. Shuning uchun bu yigitni taniymiz, bilamiz, hurmat qilamiz. Bizni men ham qo'shig'i kerak degan niyatda turibdi. Sizlarga yoqimli ishda olaverasizlar, aka marhamat. Ko'cha-ko'yda do'stlar bilan yurar edim. Kim yaxshi yomonligim bilar edim. Onajonim telefon qilsa jahl qilib, do'stim qaytib qilaman deb qo'yar edim. Onajonim telefon qilsa jahl qilib, do'stim qaytib qilaman deb qo'yar edim. Onamdan ustun emas sevganlarim, kerak emas obro' topib yurganlarim, arzimaydi sochlarining chorasiga, kecha kunduz qo'l ushlashib yurganlarim. Onamdan ustun emas sevganlarim, kerak emas obro' topib yurganlarim, arzimaydi sochlarining chorasiga, kecha kunduz yetaklashib yurganlarim. Kelishimizdan maqsad biz o'ylashimiz kerak-da, nima uchun deb taklif qilindi. Mana shu yerga o'tirganlar, mayli buni kim qanday tushunishi o'ziga havola. Men kelganimdan bir aytaman. Doim biz birga qolmaymiz, uni 100% bilaman. Va doim bu lavozimga ham qolmasligini bilaman. Lekin mana shu yerga o'tirganlar hammasi o'ylab ko'rish kerak. Olsa 100% o'ziga foyda bo'ladi. 100%. Nimaga? Yerga ko'pchilik mana iqtisodchilar bor, boshqasi bor. Inflyatsiyani o'zini bir. Ikkinchisi xalqimizni turmush darajasini yaxshilayotganligini hisobda buni 5 yilga to'lash mumkin. Birinchi o'rinda shu. Xalqimizni turmush darajasi o'sishi hisobidan. Boshqa xulof bo'lmasa qanday bo'ladi? Tasavvur qiling. Keyin bizning planimiz nima bo'ladi? Bizning hozir rejamiz kecha Imom al-Buxoriy, ya'ni Xo'ja Ismoil mahallasi bir hududda tanladiku, ya'ni kottejdan orqasida 60 ta ko'p qavatli domla joyini tanladik. 60 ta. Va biz ikkilanib shuni auksionga chiqardik. Qani tadbirkorlar keladimi yo'qmi deb. Boshlang'ich narxini hurmatli osonlar, shuni eshitdinglar, siz yetkazinglar. Chunki bu yerga o'tirganlar hammasi targ'ibotchilar, ziyolilar kelgan. Biz boshlang'ich narxini qo'rqib 160 milliondan joylashtirdik. Bitta uyning tagini. Necha pulga sotildi o'ylaysizlar? Shuhratdagi necha pulga sotilgan bo'lishi mumkin? 10 barobarga ziyod bo'ldi. Tasavvur qiling. 1 milliard 600 milliondan oshib ketdi. Bitta uyning tagi. Xudo xohlasa 25 taga biz
hisob kitob qildik, hammasi egalik bo'ldi. Endi ikkinchi etapga o'tamiz. Ikkinchi etap bu Imom Buxoriy masalan payarlig'imizning eng nufuzli nuqtasi. Bizga o'sha baraka ham o'sha yerdan keladi ko'proq. Va xabarlaringiz bor. Bu yerda bir o'xshash, biror bir tumanga o'xshamagan bir xususiyati bor tumanning. Buni biz ichiga kirib bilsak bo'ladi. Ya'ni biror bir tumanda 7 ta shayx yo'q. Biror bir tumanda yo'q. Men o'zim tumanimda o'sha tarixiy tuman deyman. Ko'hna tumanlardan biri. Lekin bir o'ylab ko'rsak ham buncha yo'q-da. Boshqa yo'nalishlarda bor lekin. Lekin 7 ta shayx ketma-ketlikda Imom Buxoriyning atrofida joylashgan bu bejizga emas. Hammasini o'zining xislati bor ekan. Biz qiziqib ko'rdik. Yaqinda biz hozir e'lon qilamiz, ya'ni 7 shayxda ham o'ziga yarasha xislati bor ekan. Birinchi xislat masalan, endi bu Imom Buxoriy, ya'ni o'shani biz 7 shayxga qo'shilmaymiz, lekin komillik darajasi bo'yicha juda yuqori, shu ancha tepaga. Va shundan keyin o'sha No'g'ay ota deymiz, bilasizlar. Shayx Jon Muhammad u kishini xislati yuksaklik ekan. Nima uchun tepaga qo'ygan? Biz mana g'oybota deymiz. G'oybota nima uchun g'oybota ekan? G'oybota bu niyat qilib nima uchun kerak shahrimiz bor? Savol. Sabab o'shanga shuni xislati bor ekan. Ya'ni boylik, tadbirkorlik, ishbilarmonlikni ko'nikmasini beraylik. Ya'ni o'sha 7 ta shayximizga shunga yarasha o'zining xislati bor. Biz buni yaqinda mana oxiriga yetyapmiz. Yerga tumanimizning bosh imom xatibi ham qatnashyapti, Hoji aka Nosir akamiz. Juda ko'p imom xatiblarimizda, nuroniylarimizning fikrlarini oldik. Har birini xislatini topdik, e'lon qilamiz. Ya'ni o'sha xislatlar biz nimani xohlasak hammasi bor ekan. Qaysi biri salomatlik bo'yicha, qaysi biri baxt bo'yicha, va hokazo. Qaysi biri farzand kamoli bo'yicha. Ya'ni mana olim shayx deymiz, tohir shayx deymiz, darvish shayx deymiz. Bular hammasi bir-biriga og'ayni bilanmasi. Ya'ni ajdod avlod davom etyapti. Shu uchun o'zimni hissa qilib nima demoqchiman? Har bir yangilikni biz albatta yoniga turishimiz kerak, uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Natija nima bo'ladi? Natija xuddi O'zbekiston birinchi marta mashina ishlab chiqargan vaqt qanday edi? Damas bunaqa edi, Damas bunaqa edi degan gap. Lekin haligacha Damasni olaman deb yurganlar son mingta-ku. Xuddi shunday hozirgi hurmatli faollar o'ylab ko'rib, o'zlaringning manfaatlaringdan kelib chiqib yondashinglar. Shu hozirgi loyihamiz 100% manfaat. Biz buni endi hozir ikkinchi loyihamiz bor, men ochiq aytaman. Payariq tumanidagi dehqon bozori bu bozor emas. Bu hech qachon bozor bo'lmaydi. Chunki u bo'lib ko'rdi u. Vaqt o'tdi. Lekin natija o'zini oqlamayapti. Biz unga boshqaroq bir zamonaviy yo'ldan boramiz. Albatta buni kompleksga olamiz. Atrofini ochamiz. Juda katta bir avtoturargoh tashkil qilamiz. Nima uchun? Nima uchun? Chunki yengil mashina haydovchilar hammasi burchakka boradi. Hop kamera qo'ydik, svetofor qo'ydik, lekin bari yechilmayapti emas. Chunki ular joy bo'lsa biz aytmasak ham kelib turadi. Misol uchun mana Javshar ota mahallasi raisi piyodalar yo'lagini qildi. Bu kishi hozir aytmaydi-ku, bolam yo'ldan piyodalar yo'lagidan yur demaydi-ku. Chunki odamlarimiz ongni hammasi o'sha yerda yuradi. Agar biz ham o'sha yerda ochiq katta bir maydon qilib avtoturargoh qilsak, biz aytmasak ham kelib turadi. Unga insonni hojat chiqaradigan hamma sharoitni qo'ysak, dam olish joyini, ovqatlanish nuqtasini va boshqa masalalarni. Qayerga boradi? O'sha joyga boradi. Shuning uchun biz sizlar bilan birgalikda Payariq tumani manfaati uchun, Payariq tumanini rivojlantirish uchun hammamiz birlashishimiz kerak. Birlashsak natija bo'ladi. Barqarorlik bo'ladi va albatta oldinga qarab siljish bo'ladi. Agar tarqoqlik bo'lsa, hech narsa bo'lmaydi. Kimdir keladi, bunaqa ijtimoiy tarmoq
Xo'p, nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Bitta yomon tomoni bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqda chiqsak. O'zimizni ajdodlarimiz yotgan tuproqni xor qilamiz. Obro'yini to'kamiz. Chunki ko'pchiligida bobolari, katta onasi shu tuproqqa qo'shilgan. Ma'lum bir muddatdan keyin, 100 yildan keyin mana shu ochiqni aytamiz, hamma shu tuproqqa qo'shiladi. 100 yildan keyin, uzoq yildan. Yoshlarimiz ham inovat qilyapti. Biz qo'limizdan kelsa, shu tuproqni obro'yini ko'tarishimiz kerak. Payarazmi deb singdirishimiz kerak odamlar yurakka. Bu shuni bir faxr bilan o'tish kerak. Shuning uchun bugun o'sha ulug' kun va ulug' oila o'tirimiz bizning butun insoniyatni, musulmonlarning katta bayrami, buni o'zini xislati bor. Shuning uchun yana bir bor hurmatli xonlar, bayram muborak bo'lsin. Va albatta ertaga bo'ladigan onalarimizni, singillarimizni, farzandlarimizni, turmush o'rtoqlarimizning bayrami, ularni ham albatta tabriklab qo'yasizlar degan umiddamiz. Bugun mana tadbirimizga Xitoydan ham mehmonlar taklif qilganmiz. Ular bilan bir ikki uchta takliflarimizni muhokama qildik va taklif qildik. Biz yaxshi tomonini ko'rsatishimiz kerak. Chunki yaxshi tomoni juda ko'p. Shuning uchun men tadbirkorimizni baraka topsinlar. Vatan oldidagi burchingizni bajaryapsiz. İşiniz barorlik bo'lsin. Mana shu hozirgi san'atkorlarimiz, boshlovchilarimiz, butun o'sha kelgan mehmonlarimiz va sizlarni barchalaringizga rahmat. Salomat bo'linglar. Maqsadlarimiz ijobat bo'lsin. Sog' bo'linglar.